2013-yilgacha biz Toshkentda yashardik. O'sha yili bizani boshimizga ancha-muncha ish tushgan. Uyimizni sotib, parkingga ko'chib ketishga majbur bo'lganmiz. Xolam bo'lardilar. Xolam nevaralarini rolika bo'lardi. Kichkina bo'lib qolgani uchunmi, tishlab olishmoqchi bo'lganmi, yo men olib kelganmanmi, esimda yo'q точно. Lekin o'sha rolik meni oyog'imga siqsa ham olib uchganman shuni. Keyin o'sha yili yana O'rizorda ishlaganman. Makulatura terib topshirardim yozgi kanikularda. Rolikka pul yig'aman deganman oyimga. Har kuni pul ishlardim, oyimga olib kelardim, yig'aman. Nima hisob kitobni bilmaysanmi deydigan odam, yo shu darajada sodda qiz bo'lganman bilmayman. Har kuni ishlab topgan pulimni oyimga olib kelardim, oyimga berardim. Olmadim shu rolikka. Keyin shu bilan yoz tugadi, oyim aytdi, rolik olmaymiz, senga forma olamiz dedilar. Xo'p dedim, forma oldik. Bo'ldi, shu narsa esimdan chiqib ketdi o'zi. Hozir mana haligacha shu rolikka olmadim, uchmadim, uchishni ham bilmayman o'zi. Pastda qo'shni bolalarga oyisi rolik olib bergan ekan, o'g'lim aytdi. Oyi, menga ham rolik olib beringlar dedi. Keyin xo'p dedim, shunda olib bermaymiz dedim. Tug'ilgan kuningga olib beramiz dedim. Mana tug'ilgan kuni yaqinlashyapti. Har kuni buvisi, adasi men 5 ming, 10 ming qilib berib, yig'ish uchun, tug'ilgan kunigacha yig'ib, o'zi borib olish uchun sharoit qilamiz, как бы. Xudo xolasa, agar pulim bo'lsa, o'sha paytgacha o'zim qiynab majburlab emas, endi agar sharoit to'g'ri kelsa, sharoitimiz ko'tarsa, hech nimaga qaramay o'sha rolikni olib, o'sha o'zimni kichkina qizligimdagi kichkina orzuyimni amalga oshiraman, xudo xolasa.